o'qituvchi so'zga boylar shu kunga oshibdilar. Baxtsiz shogirdlar ketdi, rahimli o'qituvchi ketdi, halimalar ketdi-da, g'animlari yutdi-da. Mana bu yozaqari. Nima degani endi u? Endi yozib olaman shu. Mana o Halimaga kelibmiz-a? Hozirgi xuddi shu Hozirgi Halimani aytdik mana. Bo'ldi. Bunda aytyaptiki, jamiyatdan baxtsiz yoshlar, mehribon ustozlar, pok insonlar ketib, ularning o'rnini yomon niyatli g'animlar egallab, bundan adolatsizlikda ustun bo'lib qolganini achinish bilan, bir rahim bilan aytyapti. Aha. Va azra hani kulganimga ishonmang, kuldi. Dildag'amlar bir talay, kulib turib yengarman, dardarlar har qalay. Baxtsiz shogirdlar bu asarda noma. Qarang, u jadidlarda og'riqlari o'sha kitobning nomlarida ham bor. Baxtsiz shogirdlar. Rahimli o'qituvchi bu ham ustozning nomi. Rahimli o'qituvchi, o'qituvchining rahmiga zor kunlar. Shuning uchun o'qituvchining mahoratli o'qituvchi nima uchun bugun jamiyatga kerak? Sifatli ta'lim bo'ladi-da. Mahorat yetarli bo'lsa, mahoratlilar ko'payadi-da. Bir-biriga turtki beradi-da, bir-biriga o'rganadi-da va shu kunimiz jadidlar tufayli ekanligini va jadidlar kelajakka o'sha yangilikka intilish ma'nosidagi g'oyalarni bera oldi. Azizlarim